Hurmatli ota-onalar, eshitgansiz, ko'rgansiz, unashtirib qo'ygandan keyin farzandingiz xilvatda, qorong'i joyda o'sha bo'lajak er-xotinlar quchoqlashib yoki shunga o'xshagan narsani qilib yursa, bu ishni qilma desa, biz unashtirilganmi deyishadi. Mana kitobda yozyapti. Unashtirish ikki tomondan oila qurish uchun berilgan va'da. Bu narsa ham uylanish, er-xotin bo'lish emas. Shuning uchun ham unashtirilgan ikki kishi bir-biriga ajnabiy, begona holda turadilar. Ular unashtirib qo'yildik deb xilvatda yolg'iz qolishlari, bir-birlari bilan er-xotindek muomalada bo'lishlari mutlaqo mumkin emas. Faqat nikoh aqdidan keyingina er-xotin bo'ladilar deb yozyapti. O'qiyapman, foydasi tegsin deb sizga ulashyapman. O'sha uchun farzandingizni unashtirdingizmi, tezroq to'yni qilib o'tib nikohlab ishni qilish kerak. Ularni 6 oylab, 1 yillab ushlab turib, biz unashtirilganmiz deb xohlagan ishini qilib, erta Alloh ko'rsatmasin, to'y buzilib bo'lmaydigan bo'lsa, faqat ulardan qilinadigan fahsh ish va rasvogarchilik qoladi bir-biriga. Keyin undan keyin qiz yana turmushga chiqmoqchi bo'lsa, paloncha bilan yurib ketdi. Xullas, yana mayda juda g'iybatni ichida qolib ketadi. O'sha uchun unashtirib qo'ygandan keyin juda ehtiyot bo'lasiz. Ular bir-biriga xuddi begonaday bo'lishi kerak. Unashtirilgan bo'lsa ham, to nikoh o'qitilmagunga qadar.